Qadrli do'stlar, endi esa hal qiluvchi bellashuv. Final. Oltin medal uchun kechadigan. Mo'g'uliston hamda Qirg'iziston. Aysulu Tunubekova Qirg'izistondan, Orxon Perevod Dorjin Mo'g'uliston. Perevod Dorjin albatta bu asosiy da'vogar hisoblanadi. Chempionlik uchun dastlabki saralashdan ozod qilingan. Aysulu esa saralashdan barchani mag'lubiyatga uchratib finalgacha chiqib keldi. Aynan hozir mag'lub bo'lgan Sakshi Malikni ham yarim finalda Aysulu oltin medal uchun kurash bahslaridan chiqarib yuborgan edi. Qisqasi ushbu bellashuv ham anchagina qizg'in ko'rinish olishi tayin. Ammo Orxon mo'g'ulistonlik sportchi yarim finalda kimni mag'lub etganligini ham aytib o'tishimiz kerak. Risako Kawayni mag'lub etdi. Menimcha Orxon haqida ortiqcha gapirib o'tirishning hojati yo'q. U amaldagi jahon chempioni, Parijda o'tgan jahon chempionati, o'tgan yilgi jahon chempioni, bu yilgi Osiyo chempioni hisoblanadi va qator Grand Prix, yirik xalqaro turnirlar g'olibi, chempioni. Aynan g'olibi. Ulkan tarixga ega Aysulu ham. Buni ham aytib o'tishimiz kerak. Inchxonda bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida bronza medal. O'tgan yili Parijda bo'lib o'tgan jahon chempionatida bronza medal, yozgi universiada Qozon shahrida 2013-yil bronza va bu yerda Olimpiya o'yinlarida natija yo'q. Osiyo chempionatlarida 2 karra g'alaba qozongan. Xullas, bir-biriga munosib raqiblar hozir gilamda bahs olib borayotganligini bemalol ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Perevod Dorjin Orxon. Aysulu qirg'izistonlik sportchi. Hozircha hech kim harakat amalga oshirayotgani yo'q. Birinchi bo'lim mana shu tariqa o'tishi ehtimoli kattaroq deb aytib o'tmoqchi edim, lekin ko'rinishidan ancha harakat paydo bo'lyapti har ikkisida ham. Bular finalga boshqacharoq yondashishda, ayrim finalchilarga nisbatan tekshiruv, kuzatuv. Endi kurashib ko'rgan muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz yaxshi bilishadi. Har bir mana shu 1-2 daqiqa kurashning o'zi qanchalik ko'p energiyani, kuchni sarflaydi. Va yana bir jihat, Aysulu raqibasiga nisbatan bitta bahs ko'proq o'tkazgan. Bu ham qaysidir ma'noda jismoniy tarbiyalikka imkoniyat beradi. Hozir bir ball ogohlantirish berildi passivlik uchun, ya'ni sustlik uchun, sustkashlikka yo'l qo'yganligi uchun Aysulu Tunubekovaga bir ball, endi bir ball hech narsani hal qilmaydi. Harakat qilsa jarayondan chiqib ketishi mumkin. Oh, yaxshi, oxirigacha yetkazib olarmikan? Gilam tashqariga chiqarib yubordi. Barobar bo'lish narsani hal qilmaydi. Harakat qilsa jarayondan chiqib ketishi mumkin. Oh, yaxshi, oxirigacha yetkazib olarmikan? Gilam tashqariga chiqarib yubordi. Barobar bo'lishi shart. Barmog'ini ko'rsatdi-ku barobarga, lekin ball berilmayapti hozir. Bosh hakam referini oldiga chaqirdi. Men ko'rdim, chiqib ketdi dedi. Berilish kerak menimcha. Bosh hakam referini oldiga chaqirdi. Men ko'rdim, chiqib ketdi dedi. Berilish kerak menimcha. Harakatni ham o'zi amalga oshirayotgan edi. Peshanasi bilan chiqib ketganligini qayd etdi. Hisob
o'zgarmadi 1-0. Demak, ball berilmadi bunday vaziyatda. Bosh bilan chiqib ketdi va ball berilmaydi deb aytib o'tildi. Yaxshi. O'zi hozir usulga tushib qolishi mumkin. Vaziyatni nazorat qila oldi. Mana endichi. Qani qaltis harakat qilmoqda har ikkala sportchi. Omad kimga kulib boqadi? Omad mo'g'ulistonlik sportchiga kulib boqdi, lekin so'ngida baribir 2 ballni o'g'irlab keta oldi. Bir narsa hozir ijobiy aytib o'tishim mumkin. Sulu Tunubekova tinmasdan harakatni amalga oshirmoqda. Tinmasdan. Mayli, hozir o'zi qarshi hujumda raqibasiga 2 ballni berib yubordi, lekin qoyil qolish kerak. Mana shu tinimsiz xatti-harakatlar ushbu sportchida bor. Ya'ni kurashmoqda. Va buning uchun yana 3 daqiqa imkoni bo'ladi. 3 daqiqa vaqti bor. Ya'ni kurashmoqda. Va buning uchun yana 3 daqiqa imkoni bo'ladi. 3 daqiqa vaqti bor. Mo'g'ulistonlik delegatsiya a'zolari, muxlislar hozir qo'llab-quvvatlashmoqda Orxonni. 3-0. Kim xatoga yo'l qo'yadi? Hozir mana shunday jarayonda bu yerda gilamdan chiqib ketmaslikka ham harakat qilish kerak. Kim birinchi chiqib ketdi? Juda ham murakkab vaziyatni taqdim etyapti mo'g'ulistonlik Orxon. Yana ball bilan mukofotlanmoqda, lekin nima uchun 2 ball? Shunisi qiziq. Nima uchun 2 balliga hozir qiziq, balki usulni qo'llagan holda chiqib ketganligi bois 2 ball berilyapti, adashmasam. usulni har ikkisi qo'lladi. Vaholanki o'sha so'nggi holatda aynan qirg'izistonlik sportchi vaziyatni o'zgartirishga harakat qilgan. Hozir muhimi tushkunlikka tushmasligi kerak. Ushlay olmadi. Baquvvat ekan mo'g'ulistonlik sportchi. Mana endichi, endi o'zi tushib qolmasa bo'ldi. Oyoqdan ushlash holati. Mustahkam turibdi, aylantiradi. Agar qo'yib yuborsa aylantiradi. Mustahkam ushlab turibdi va aylantirish holati, lekin oxirigacha yetkaza olmadi va ushlash holatiga tushib qolmoqda. 7-0. Bo'ldi. Yo'q. Chiqib oldi. Chiqib ketdi. 9-0. 9-0 hali bo'lmadi. 11-0 bo'ldi ketdi. Tan berish kerak baribir. Oxirigacha harakat qildi. Oxirigacha harakat qildi. Kurashda tinimsiz hujum qildi. Juda ko'p vaziyatlarda ko'pchilik sportchilarga aynan mana shu yetishmaydi, bilasizmi? Imkoniyat boy berilayotgan vaziyatda kayfiyat ta'sir qilgan shekilli, o'sha ruhlantirilgan deb aytsak menimcha to'g'riroq bo'ladi. Chiqib oldi. Chiqib ketdi. 9-0. 9-0 hali bo'lmadi. 11-0 bo'ldi ketdi. Tan berish kerak baribir. Oxirigacha harakat qildi. Oxirigacha harakat qildi. Kurashda tinimsiz hujum qildi. Juda ko'p vaziyatlarda ko'pchilik sportchilarga aynan mana shu yetishmaydi, bilasizmi? Imkoniyat boy berilayotgan vaziyatda kayfiyat ta'sir qilgan shekilli, o'sha ruhlantirilgan deb aytsak menimcha to'g'riroq bo'ladi. Oxirida o'zi ham tan berib yubordi. Aygulni mag'lubiyatga uchraganligini tan olishdan boshqa chorasi qolmadi.
Ha, qadrli do'stlar, demak, biz sizlar bilan birgalikda 62 kg vazn toifasida ham bahslarni, shu bronza medallar uchun bahslarni, oltin medal uchun bahsni ko'rdik va eng so'nggi jarayon qoldi xolos. Taqdirlash marosimi 57 kggacha bo'lgan vazndagi sportchilarni hozir bo'lib